Hurmatli vatandoshlar, obunachilar, bugun 1-iyun 2025-yil Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Oltiariq markaziy Ulgurji beva bozoridan video qilyapmiz. Ko'rsatuv. Qancha bu shalag'uriydi kilasi? 4000. Ulgurji narxi? 4000cha tushib beramiz. Ulgurji narxi 4000 deyapti, tushib berar ekan. G'alaba sortsani o'sha eksportdan qolgani, ikkinchi sorti qanchadan narxi? 7000 so'm baho aytgan. Oxuri qancha? Oxiri 4000 so'm ekan oxuri. Bu mayska gilos olib kelishibdi. Qanchadan bu? Ulgurji narxi? 10000 deyapmiz endi. Bozorga qarab beraveramiz. Malina qanchadan kilosi? 25000 ulgurji narxda. Vadildek ekan, ozgina tushib beramiz deyapti. Bandi kalta deymiz, bu qancha kilosi bu? Bandi kalta 15000 ulgurji narxda mana Oltiariq bozorida turibdi. Baxmal o'raydi kilosi qanchadan? Ha, karzinkasi 10000 ha, nech kilo chiqadi? 3 kilo, 4 kilo bor-a? Demak, 2,5-3 mingga to'g'ri kelar ekan. Zarg'aldoq shoptoli ham pishibdi, 20000 so'm ulgurji narxda aytayapti. Anjir shoptoli qanchadan? 18. Ulgurji narxda 18000. Bu qanaqa shoptoli bu? Ha, ertapsha shoptollardan. Bu qancha? 15000 berdik. 15000 ulgurji narxda berishibdi. Qora gilos, achchiq gilos ham deymiz. Bu ulgurji narxi qancha? Kilosi 5000 dan ekan ulgurji narxi. Aka bu shpanka gilosda ulgurji narxi qancha? 1 kilosi qancha ulgurji narxi? Mana shu qo'qon gilos ham deyiladi, shpanka deymiz, kilosi 10000 ekan ulgurji narxi. Bu oqurilarda ulgurji narxi qanchadan? 5000 so'm qilib beramiz. 5000 so'm ekan kilosi ulgurji narxi. Oltiariq do'riga. Erta pishar olmalardan qancha buni kilosi ulgurji narxi? 7000 so'mdan ulgurji narxda. Ha, dehqon kelibdi, handalik olib, qanchadan kilosi handalik edi? Kilosi Donabay 10000 dan sotadi, bular 6000 dan sotadi. Bular 6000 dan ulgurji narxi, bular 10000 dan ulgurji narxda. Ikki xil, katta kichik. Tapshar shoptollar ham chiqib qolibdi. Ulgurji narxi qanchadan? 3 kilosi 100000. 33000 so'mga to'g'ri keladi kilosi ulgurji narxda. Shu ertapshar o'ri, bir yo'ldosh o'riga ham deyishdi bitta bozorda. Qancha kilosi? 18000. 18000 ulgurji narxi. Suqqon o'riga ham pishib qolibdi. Kilosi qanchadan? 10000 so'm ulgurji narxda ekan. Ana Valavesersa gilosini eksportdan qolganini cho'psiz qilib olib chiqibdi. Ulgurji narxi qanchadan? 10000 so'mdan ekan mana ulgurji narxi. Mana Smaradini ham pishibdi. Ulgurji narxi qanchadan? 25000 so'm ulgurji narxda baho etishyapti. Oltiariqda pishibdi mana Smaradina. Krepsonda ulgurji narxi qanchadan? 20000 so'm ulgurji narxi. Bular 5 yulduzmi? 5 yulduz. Qanchadan bular? 14000 dan ulgurji narxi. Bular ham 14000. 14000 so'mdan. Bu qanaqa olma? Golden olma qanchadan? 12000 so'm ulgurji narxi aytishyapti. Mana Xitoydan kelgan nok ekan, qanchadan ulgurji narxi? 17000. 17000 so'mdan ulgurji narxi. Bu Fuji degan olma ekan, bu qizili, bu oq ekan. Qanchadan optim narxi? Ulgurji narxi. 35000. 35000 dan ulgurji narxda. 33000 ikishiga. Kilolar ham 33. So'x go'zali ham pishib qolibdi. Qancha kilosi? Bu 20000. 20000 ulgurji narxda ekan. Xitoy narxi qanchadan? 20000. 20000 bu ulgurji narximi? 18000 dan qilib berishaverar ekan. Xitoyda olmasi kilosi 33000 so'm ulgurji narxi. Korobkasi 300000. Korobkasi 300000 ekan. Qora lupcha deymiz, 18000 sotilibdi ulgurji narxda. Mana sariq gilosni bir tomoni qizargan, bir tomoni sariq. Qancha ulgurji narxi qancha? 10000 so'm ulgurji narxda beraveramiz deyapti. Dagar qovun qanchadan? Kilosi 7000. Kilosi 7000 ekan, mana so'yman qo'yib qo'yibdi, tatib ko'rish uchun. Mana shu qora lupcha 10000 so'm ulgurji narxda sotilibdi. Hurmatli o'rtoqlar, mana qisqa bo'lsa ham narxlar bilan tanishdik. Oltiariq markaziy ulgurji bozoridan sharhladik mevalarning narxini. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kanalga a'zo bo'lib, obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'yinglar. Abduqayim Musulbekov kanaliga kommentariyalarni kutib qolaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat.